2026-yilda mini stadion qurish necha pulga tushyapti? Bugun shu haqida gaplashamiz. Ayni vaqtda Farg'ona viloyati Rishton tumani Mehnatobod qishlog'idamiz. Bu yerda o'zimiz uchun rekordni o'rnatdik. Ya'ni eniga 26 metrgacha, balandligi esa 13,5 metr qilib berdik. 46 metrni tashkil etadi. Batafsil videoda tomosha qiling. Assalomu alaykum Bozorboy YouTube kanali tomoshabinlari, qadrdon do'stlar. 2026-yilda mini stadion qurish necha pulga tushadi va mini stadiondan qancha foyda olsam bo'ladi degan yurtdoshlarimiz uchun maxsus video bo'ladi. Manzil Rishton tumani, shundoqqina yo'lni yuzida. Agar siz stadionga joy olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, imkon qadar yo'lni yuzi yoki sentrroq joydan, tinchroq joydan joy olib, mana bunday mini stadion qurishingizni tavsiya etamiz. Bu stadion 2016-yil 1-sentyabrda usti ochiq holatda ishga tushgan edi. Biz 1 oy bo'ldi bu stadionda tepalarini yopib topshirdik. Hozir qulayliklari haqida ma'lumot beramiz. Doimgi hamkorimiz ishonchli usta Anvar akani 4 ta 5 ta stadionga ixtisoslashgan gruppasi bor. Hozir nima ishlar qilindi bu yerda? Shu haqida ma'lumot beramiz. Aytib o'tganimizdek, o'tgan safar videolarimizda aytdik, 9,5 yil turgan chim mana bu holatda Turkiya va Sakzovodini chimlari kombinatsiya qilingan. Shu go'zal holatda turibdi. Yana 3-4 yil o'ynasa bo'ladi. Tepadagi haqida ma'lumotni olaylik, chim haqida yana ma'lumotlarni yetkazamiz. Anvar aka, hormang. Kelmayapsiz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xo'p. Necha o'lchamda bo'ldi bu? Xo'p, eniga 26 metrga, uzunligi 46 metr o'lchami. Nima ishlar qilindi? Bu yerda ochiq stadion bo'lgan. Ochiq stadion tepasini yopib berganmiz. Arkalari, tunkalari, setkalarini polni almashtirdik, projektorlarini qo'ydik. Bunaqa tashqi setkalarini qo'ydik, o'tiradigan joylarini qildik, naveslarini qildik. Polni anaqasini bitirdik. Endi xudo xolasa gazoni qoldi. Gazonini hozircha yaxshi gazon. Qadrdon tomoshabinlar, bu stadionga men avval kelganman. Balandligi 7 metr atrofida bo'lgan, stokalari olib tashlanib, konteyner temirdan qilingan. Konteyner temirni stenasi nechi? Stenasi 1.82 bo'ladi. Mana 1.82 mm atrofida va biz necha metr konteyner temir ketsa ham 8 likdan foydalanamiz. Tushunarli. Mana ko'rishingiz mumkin o'zingiz. Qadrdon tomoshabinlar, o'ta go'zal holatda bo'lgan ishlar chiroyli professional ustalar tomonidan amalga oshiriladi. Tunkasi nechilik ketadi endi? Nima? Tunkasi nechilik ketadi? Tunkasi 208 3lik, -3 lik demoqchimiz. Qadrdon tomoshabinlar, tunka ham bitta zavoddan chiqadi. Biz qilayotgan ishlarda bitta joydan chiqadi. Shuning uchun mana u yoqdan ham ko'rsangiz bo'ladi, bu yog'iga ham ko'rsatamiz. Shell degan, ya'ni yorug' tushib qoladigan holatlari yo'q. Mana bu yoqqa ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, shellari yo'q. Bemalol professional xizmatingizda. Yana nima ishlar qildik? Xo'p, bitta stadionga to'liq holatda qancha setka ketadi? Ya'ni 4 setka. 4 setka bu yerdagi 12 millionlik bo'lgan. Tepasiga maydarog'i bo'ladi, pastiga 3 metr joyiga mana ikki yonboshiga qalinini ishlatamiz, oldi orqalariga qalinini ishlatamiz. Mana bakko'ylari 3 metr joyi qalinda bo'lgan va u yog'i ham qalinda bo'lgan. Qadrdon tomoshabinlar, tunkani istalgan rangingizdan qilib beraveradi. Xohlasangiz atsinkovka ozgina zanglab qoladi. Atsinkovkadan hozir bu yaxshi chiqyapti. Bitta odam bilan ishlaganimiz uchun sifatli, kачествоsi yaxshi. Shunchadan beri qo'yayotgan bo'lsa, birorta joyida ezilib qoldi, bukilib qoldi, zangladi degan joyi yo'q, rangi o'chdi degan joyi yo'q. Tushunarli. Xo'p, qadrdon tomoshabinlar, tepada luk nima uchun qo'yilgan? Luk havo aylanishiga, shumni yutishiga qo'yilgan. Yozgi kuni issiq bo'lib ketmasligiga, yaxshiroq havo aylanadi, yaxshiroq ko'tariladi. Uni tagida kunduzida ham o'ynasa bo'laveradi. Mana hozir kunda pastda yozgi kunda salqin, mana kiyib ko'pchilik aytadi-da, yopiq stadion qildiradigan bo'lsangiz, yozgi kunda qaynab ketadi o'ynaydigan odam deydi. Shunga qanaqa qaraysiz? Balandligi 13 metr bo'lgan, 13,5 metr bo'lganda buni. Balandligi. Pastdan havo aylangani uchun pastda issiq havo bo'lmaydi. Tepaga chiqib ketish uchun uni tepadagi ochiq joyini qo'yganmiz lukini. Tushunarli. Bu yerda o'ynaydigan, ya'ni tomoshabinlar uchun va ekochekada har bitta jamoa yechinib, kiyingan razvalkalar qilingan. Albatta ichkariga o'ynaydigan odam kiradi va qulflanadi. Tomoshabinlar tashqaridan tomosha qiladi. Vaqt kelganda stadion ichida almashish imkoniyati bor va bu yerga 2,5 metrmi shapkasi? Shapkasi 2,5 metr. 2,5 metr qilib shapkalar qilingan. Albatta skameyka farqli jihatimiz mana o setkani ham yaxshisidan qo'yib, tarang qilib tortib, mana
sim setkani tarang qilib ketiladi. Shunisiga ahamiyat berib ko'rasizlar qolganlarga nisbatan ishlarimiz sifatli, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Общий hisobda bu stadion 26 ga 46 bo'ladigan bo'lsa, 7 metr balandlikda necha pul ketdi shu tepasi yopiq holatda? Tepasi yopiq holatiga setkasi, projektorlari, tunkasi, temirlar xizmati bilan 350 millionga bitirdik. 350 million so'mga bitta va bu yoqda esa tribunada kuzatib turish imkoniyati bor. Bu yerda chempionat o'tkazish imkoniyatlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Chim haqida ma'lumotga to'xtaladigan bo'lsak, chimni yaxshi saqlash uchun akalarimiz birinchi vibrakatoda urdirgan ekan pasini. Undan keyin chim Turkiya va sak zavodini kombinatsiya qilgan. 9 yil, 10 yil turibdi. Buni 10 yil turishning sababi egalari birinchi navbatda temir butsida kirgizishmagan bu maydonga. Ikkinchi navbatda 4-5 yil shu stadionga 4 bo'lak katta oq bo'zdan olib kelib qo'yishgan ekan. Kun isish paytida bo'z yoyib, tepasidan o'nlarda suv sepib qo'yar ekan. Shunda chiroyli bo'lib shunaqa xizmat qilyapti. Yana nasib etsa 5 yil xizmat qilib beraveradi egalariga. Xo'p, bu stadionda hozirgi kunda kechqurun 200 ming so'm, kunduzi esa 150 ming so'm qo'yapti ekan. 4 ta 5 ta o'yin bo'lyapti. 4 ta 5 ta o'yin bo'lyapti. 6 kishi 7 kishi o'ynasa bo'ladi. Bitta komanda. Bitta komandada kattaligi uchun 6 ta 7 ta odam bemalol o'ynab, kulib, yayrab o'ynash imkoniyatlari bor. Raqamlarni qoldirdik. Aloqaga chiqaverasiz qadrdon tomoshabinlar. Agar sizda ochiq stadion bo'lsa, yopib berish xizmatlari, chimingiz yomon bo'lib ketgan bo'lsa, o'zgartirib, kapремонт qilib berish xizmatlari, undan tashqari 0 joyda ham mana bunday podkulich qilib berish imkoniyatlari bor. Kelishamiz, butun respublika bo'ylab qilgan joylarimiz bor. Qo'shni Qirg'iziston, Qozog'istonda ham ishlar qilinyapti, sifatli ishlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz 4 tadan 5 tadan 400 liga projektorlarimiz. O'zli bir yer kattaligini hisobiga 6 tadan 12 ta qo'yganmiz. O'zi sal kichikroqiga 5 tadan qo'yamiz. 5 tadan 10 ta qo'yamiz ikkita tarafiga. Projektorlar ham bemalol yorug'ligini ta'minlayveradi. Yorug' bo'lyapti kechqurun. Yozda ham o'yin chiroyli bo'lib amalga oshirsangiz bo'laveradi.